Uylarning narxiga nima bo'lyapti? Sinib ketyapti-yu. 98 ming dollarga 2 sotuv 6 ta xona yetmaganiga patkulch xonadonimizda sotilyapti. Tez like bosib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qarang, xolasiz shuni yonida korobka holatligisi ham bor. Yuring uyimizdan bitta ko'ramiz. Uyimizdan darvozaxonasining kattaligini qarang. 3 ta mashina bemalol sig'adi va bu tomonimizda bo'lsa katta zeleniy zona, hovli uchun sanuzellar ham qilingan. Podvoliga hovli qismidan tushasizlar. Endi ichkarisini ko'ramiz. Ketdi. Uyimizni 100% tarketlari, zinalari va abo'ylari bitkazib, patkulch holatda topshirilar. Qarang, kirishingiz bilan bu tomonda katta mehmonxonasi joylashgan. Bu yoqda bo'lsa oshxona. Shu oshxonamizning tagida podvoli ham bor. Va bu tomonimizda bitta yotoqxona, sanuzellari qilingan. Ikkinchi etajda 4 ta xona bo'ladi. Qarang, bu tomonda ikkita katta yotoqxonasi, xolasiz plastik mehmonxona qilsangiz bo'ladi va bu tomonimizda yana ikkita yotoqxonasi joylashgan. Ichida o'zini yuvinish xonalari bilan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsangiz, Zangiota ziyoratgohidan 1 kilometr kirganingizda Ishkomli mahalla. Aytmoqchi, Abu Sahiy bozorigacha 4 kilometr. Egalari bilan tez aloqaga chiqib baraka qo'ring. To'liq lokatsiya Telegram kanalimizda.